biron narsa bormi farzanddan shirin? Farzand mehri bildim jonda yashirin. Bu dunyoda eng aziz farzanddir farzand. Undan o'zga ne bor joningga payvand? Baklı olsun, baklı olsun. Onundan bak. Yollar benim böcek yamala. Ketdi mi mindi bu? Ana bunga shu sabonda. Shunda kamerasini yerga siyadimi? Ana achkilada. Kamera. Ali yaxshi qo'yib olsin. Samına qo'yasan. O'ng'indan o'tish qo'ydi. Nimaga bir narsa deyverin, kamera qarab. Qo'shqari bilan qo'sha qarasa, nega xudoyim to'nari bo'lg'ay. Besh qo'ylar. Soat kiyata kelaman dedi. Yargatimi? Maqtab qo'ysiz. Kimdan chiqadi? O qart. Aytın. Ulu yine siz aytın. Siz aytın. Xudoyim Rüstemning vaqti chovliq kelin to'ylari hammasina qutlug' bo'lsin aynalam. Baxtli ulug' qizi ko'p bo'lsin. Egiz ullar, egiz qizlar tug'ib hammasina bu to'ylar qutlug' bo'lsin. Baqalarımız baxtlı olsun. Bağalar baxtli olsun. Endigi shular besh to'ylarında o'tirg'ay hammasi. Xudoyim Rüstemning chaqqon bo'lib yurgay. Emirli çevirli olacak. Çevirli, baxtli, davlatli bo'lib xizmatlari buyurg'ay ota-onasina. Buna aklın toyları kutlu olsun. Hizmetleri ata-onasine, tazagül Xudog'ay Rüstem Xudog'aylarga buyursun. Hammacığına hizmeti buyursun. Aktık, çoğuluk, sevip oturaversinler. Yıl kunlarına hizmetleri Komşular aytın. Qo'y berib o'tir ekan, shu og'asi bilan gelin Xudoyim uzoq yashasın. Baxtli bo'lsinlar, uzog'ini quvontirsin, elga bunga xizmati buyursin. Ziyar çıkanga kelin kutlu olsun. Şu kelinin ayak izleri yaraşıp, hizmetleri buyursun. Endigi şugullar Xudog'im hammamiz beşik to'ylarına kelib o'tirmak nasip etsin. Baxtli olsun yaşlar. Adam kedaversin. Aytma, yerga o'tsa-ya, u qatmaydi. Murunda gelen size bir narsa. Nega aytaver, baba, yo'q, o'tsin. Baxtli olsun.
Gel. Gel. Aleyküm. Ustaga baylan ustaga bana baylan. Berekelle çavuş çevir. Kurla tuvaleden bu. I found the love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, your hope, and in mine, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, we are so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see your future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the
Koşalarımın koşaklarım var. Baklı saadeti bulama. Suğa bulamayacak o da hemen ikinde. Bak hava var. Koşak arabası. Fatih saadetli, emirli çivilli. Hizmetleri bir Kudayım. Amin mazlum. Halat söyle. Kudayım baklı devletli, öbürlü çöbürlü Kudayım. Indeki yıl şugullar bir şugullarına oturup hizmetler şu Rüstem'den taze evler diyorum. İl kullarda hizmet edip dünkülde Kudayım baktlı boğa, evirli çivirli boğa hizmetleri kızım bilen ömür ayga Rüstem'i kudama, tazavur kudama nesip ediyor be. Amin. Bahtlı olsunlar. Baş kalabilirsin şu balanızdan. Kuveyşim yani koyayım. Hemen sevenler sevgisi. This, you look perfect tonight. Ömürler uzaklık, margayına baktık, ömürle baktık, öyle başımdan aktık, çocuklar, kırmızı ilerine kullandık. Seni bu yanına perşembe. Hep beraber size farklı olaydı.
yine falan bilekini koyalım. Bunların çoluklar çıkarıp nesil bitti Kudayım. Kudayım olmuyor. Sana kuşakları sorar. Yüzünden köpeği bak, tabii de başım var diye. Bak. Aklımı çıkartıp buradan çoluklarım çıkarıp oturayım. Gülendirip oturayım.
Hadi gel gidelim bir de. Allah'ım andım. Hadi. Ne köpeğim? Rahim hem mahkudu geçeyle kaldı. Kuşkanına kuşa kayarsın, ulu kızı kutlasın. Şuradaki hemen üstünde yaşlı geliyor. Hadi.
ise senin durucunu her şanlarsa Kaysı'dan ağısın Nabayı tatarsa Kaysı çamazanın Lavayı gülnarsa Söyle bana iyisen Kimde sever yarsa Ala yüz boy boy Kara yüz boy boy Ala yüz gel bana hey Kara yüz gel bana Çünkü cemal senede olsa yüzün gülnüşen Anasını yine büzün bülüdü hanıma Söyle bana isenem kimde sever yarsa Ala yüz boy boy, kara yüz boy boy Ala yüz gel bere hey, kara yüz gel bere Söyle bana isenem kimde sever yarsa Ala yüz boy boy, kara yüz boy boy Ala yüz gel bere hey, kara yüz gel bere
Ben size kariyerot ketmedim. Ketmedim ya. Çayşi damat bo'lashima kechgacha. Katta rahmat. Aziz do'stlar, avvalda assalomu alaykum, hurmatli, qadrli to'ysevar, bayramsevar zamondoshlar, yurtdoshlar, aziz xonadonni qarindoshlari, urug'lari bugun juda ham bir o'ziga yarasha samimiyatli, o'ziga yarasha xos bir eldamiz. Shu bir chiroyli, go'zal bir osoyishta zamonamizda bugun bir baxtiyor yoshlarimizni nikoh oqshomi tantanasidan salgina oldinroq bo'lib o'tadigan ota-bobolarimizdan qolgan udum kelin salomiga tashrif buyurgan butun qarindoshlarimizni, urug'larimizni, qo'ni-qo'shnilarimizni yana bir bora bugungi ayyomlar munosabati bilan chin qalbdan muborakbod qilamiz. Aziz do'stlar, to'ylar muborak bo'lsin. Olib keling, qani. Odilboy bobomizni qolgan postinimi, choponimi bo'lsa olib kelsangiz, kelin bolamiz mana bu yerga yangamiz bilan birgalikda kelib, mashinadan tushib, ana undan keyin kelin salomni, ta'zimni boshlaymiz. Aziz do'stlar, burundiq ota, burundiq enalarimiz qani? Kelin bolamizni oling, mashinadan tushirib olamiz. Ana undan keyin shopir bobomizni ham tuyasini beramiz, mashinani zadni qilib, banketga tayyor bo'lib turaveradi. Kelinglar. Postini yo'qmi, postin? Postin bo'lsa zo'r bo'ladi. Oyoq sovuq qotmaydi kelin bo'lamiz, yangalarimizni. Mayli. Burundiq enamizmi siz? Burundiq ena. To'ylar muborak bo'lsin. Kelin bola muborak bo'lsin. Farzandlaringiz yana bittaga ko'paydi. Joni tani sog' bo'lsin. Hamisha mana shunday yaxshi kunlarda yuraylik, ko'rishaylik aziz do'stlar. Keling, yangi jonimiz. Rahmat. Aytganlaringiz kelsin, salomat bo'ling. Yangamiz bilan birgalikda kelin bolamizni poyandozlar ustiga taklif qilamiz. Ana undan keyin kelin salomni, kelin ko'rdi, ba'zimini boshlaymiz. Aziz do'stlar, yana bir bor Adilovlar sulolasiga bugungi fayzli, bugungi mana shunday bir chiroyli yoshlarimizning nikoh tantanasi muborak bo'lsin deymiz. Qarang, bu havo ham bugun juda qizdi. Bugun bir el sevar, mehmon sevar, to'y sevar elga, yurtga keldik. Yangabod eli. Men bu elni juda ham qadrlayman, hurmatlayman, e'zozlayman, chunki bu elda meni ko'p ustozlarim bor, bu elda ko'p meni qarindoshlarim bor, do'stlarim bor. Yangabod eli, Chinobod eli meni uchun bir qadrli ellardan birisi. Aziz do'stlar, hamisha mana shunday to'ylardan boshing chiqmasin deymiz. Xudo xolasa bugungi kechki ba'zan, bugungi kelin salom juda bir chiroyli bo'lib o'tsin, bir shou tarzida bo'ladi. Xudo xolasa zamonaviy. Mana momolarimiz kelin bolamizni oldi. Mayli qo'g'irchoq bo'lsa ham mana allalarni aytamiz. Muborak bo'lsin qaynmomojonimiz. To'ylar muborak bo'lsin. Bir yoshlikni, bir farzandlarni eslab chiroyli alla aytamiz-a, momo. Ya, bo'lamas, bo'ladi. Hozirgul momomiz, keling bir alla aytib berasiz kelin bolamizga. Mayli keling. Hozirgul enamiz. Ikkalasi ham Tozagulmi? Qaynmomo, qaynena Tozagul. Juda ham bir baxtli xonadon ekansizlar. Keling. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Keling. Endi yosh katta odam aytsa yaxshi bo'ladi-da, marhamat. Bir ikki juft alla aytasiz, keyin kelin salom boshlaymiz yana. To'ylar muborak bo'lsin. Allah balam Allah, Xudoyim indiki yillarga Xudo yetirsin. Xudoyim qo'chqarday uli bo'lib, tarida qizi bo'lib yuni bo'lsin. Istarga tozorga Xudoyim indiki yillarga to'y bo'laversin aylalang. Allah Men aytib bilmayman. Buni betanga ellar. Allah qizim, Allah yu Allah. Yotgin bolam, Allah yu Allah. Qo'g'irchoqdek o'g'il qizlaring ko'p bo'lsin. Chivirli bo'lib, Xudoyim keng zavlatli bo'lib, baxtli bo'lib yashashlar. Rahmat momo, yana salomat bo'ling, bir qarsaklab bo'lsin aziz do'stlar. Hammani ham mana shunday nevara, yevara, chevara bor, bo'rak itarvorlarni ham to'ylarga yetkazsin deganlar bir chiroyli qarsaklar chalib qo'yinglar aziz do'stlar. Mana momolarimiz, bobolarimiz o'tiribdi. Tani joning sog' bo'lsin, bobo. To'ylar muborak bo'lsin. Aziz do'stlar, marhamat, kelin bolamiz, yangalarimiz, poyandozlar ustiga chiqinglar, men o'qiyman. Ana undan keyin kelin salomni, ta'zimni davom qildiramiz. Bugun
ijodiy maydonda Xudo xolasa mana Oybek Yoqubov do'stimiz boshchiligidagi butun san'atkorlarimiz kechki bazmda tayyor bo'lishadi. Dilshodbek studiyasi bugungi bazmni, kechki bazmni, bugungi kelin salomni eng professional ijodkorlardan birisi Dilshodbek studiyasining yigitlariga omadlar yor bo'lsin deymiz aziz do'stlar. Kelin bo'lamiz, yangalarimiz tayyor bo'lsa, kelin salomni boshlaymiz. Tayyormisizlar? Yangajon, bo'lmasa boshlaymiz salomni. Bugun menga aytdi Tazagul ham bugun kuni bilan salom bo'ladi dedi. To'y ertaga bo'ladi dedi. Rostmi yolg'onmi bilmayman. Hozir kelin salom boshlanishigacha bir 6 bet qog'ozni akkalib berdi. Qolganini kechiraq akkalib beramiz dedi. Hozir ammalar xalolar qolganini davom ettirib yozayotir ekan. Shuning uchun yog'idan sakarab, o'ng'aying sakarab. Men ta'zim deganda ta'zim qilasiz. Ana undan keyin u yog'i Allohdan. Aziz do'stlar, avvalida yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Bugun yurtimizda bir quvonchli bayram, to'y bahona, yaqin do'stlar sevinchga hamdam, to'ylardan boshimiz chiqmasin hech ham. Keling shodlanaylik aziz do'stlar. To'ylar bo'lsin, to'y ustiga faqat to'y yarasha hammamiz bu yu bastimizga. Aziz do'stlar, bugun Odilovlar sulolasida chiroyli tantana, go'zal oqshom farzandlarning nikoh tantanasidan salgina oldinroq bo'lib o'tadigan ota-bobolarimizdan qolgan udum kelin salomi, kelin churish tantanasiga xush kelibsiz deymiz. Yana bir bora barcha oila vakillarini, sulola vakillarini eng chiroyli, eng qalbdagi yaxshi niyatlar bilan tabriklaymiz aziz do'stlar. Yaratgan haq azizlar, qalbim ko'ri sizgadir. Rasululloh qalbim to'g'ri sizgadir. Buyuklarki bu dunyoni baxsh etmish, bu dunyodan o'tgan butun ustozlarimizga, butun ota-bobolarimizni ruhi poklarni shod aylash uchun eng avvalida shu xonadondan o'tgan marhum insonlarimizni yod aylaymiz, eslaymiz, qadrlaymiz. Bu insonlar bo'lmaganda biz hali planda ham yo'q edik. Mana shu otalarimizni, momolarimizni, enalarimizni yotgan joylari yorug' bo'lsin deymiz, joylari jannatdan bo'lsin deymiz aziz do'stlar. Bor bo'lganda qatorda turardi. Yelib yugurib xizmatni ham do'ndirib qilardi. Eng kamida bir qo'chqoru bir sigirni olib kelardi to'yyona deb. Shu oilani, shu sulolani eng darg'alari, shu xonadondan marhum o'tgan, shu kunlarni sizu bizdan-da eng intizorroq bo'lib kutgan insonlarimiz Salimaxon enamizni yod aylaymiz, qadrlaymiz, e'zozlaymiz. Odilboy otalarimizni, marhum insonlarimizni yod aylaymiz, eslaymiz, egilib juftan ta'zimlarni qilasiz aziz do'stlar. Saporgul enalarimizni, Berdimurod otalarimizni, O'rozgul enalarimizni, Mohimjon chechalarimizni yodlaymiz, xotirlaymiz, e'zozlaymiz. Yotgan joylari yorug' bo'lsin, iymonlari hamroh bo'lsin, Alloh rahmatiga olgan haqqa bo'lsin deymiz. Juftan ta'zimlarni qilasiz aziz do'stlar. Hech vaqt farzand dog'ini ota-onaga ko'rsatmasin. Farzandni ota-onadan hech vaqt bevaqt olmasin. Ota-onani farzanddan hech vaqt bevaqt olmasin. Ota bor, ona bor uyni farishtasi. Ota-ona bor uyni hamisha barakasi bo'lishadi deyshadi aziz do'stlar. Otalarimiz, onalarimiz, shu oiladan o'tgan insonlarimiz, shu sulolaga yaqin bo'lgan insonlarimizni, butun barcha marhum insonlarni joylari jannatdan bo'lsin deymiz, iymonlari hamroh bo'lsin. Ko'z yosh to'kib qoldik orqangizdan, ko'z yosh to'kib qoldik izingizdan. Otajon, onajon deya so'zlaymiz. Otajon, onajon deya so'zlaymiz. To qabrga qo'yguncha yig'laymiz. Ota-onamizni eslaymiz. Yotgan joylar yorug' bo'lsin. Mana Hayitboy otamizni eslaymiz, Hayitkul enamizni eslaymiz. Nazirvoy doylarimizni eslaymiz, Hayitkul enajonimizni eslaymiz, Saodatjon enamizni eslaymiz, Rahimboy, O'rozboy otalarimizni eslaymiz, Bikajon, Ziyodaxon, Ziyoda ammajonlarimizni eslaymiz. Yotgan joylar yorug' bo'lsin. Sharifaxon oyapamizni eslaymiz. Joylari jannatdan bo'lsin. Hech vaqt farzand dog'i ota-onaga ko'rsatmasin. Enajon ammamizni eslaymiz, xotirlaymiz, qadrlaymiz. Egilib juftan ta'zimlarni qilasiz aziz do'stlar. Hayitboy otamizga, Nazirvoy doylarimizni yana bir bora eslab, xotirlab, qolaversa oilani eng darg'asi bo'lgan marhum insonimiz Odilboy otamizga yana bir bora egilib juftan ta'zimlarni qiling. Alloh rozi bo'lsin mehr oqibatdan. Aziz do'stlar, mana moziga qaytib o'tganlarni ham esladik, yod ayladik.
Bu yog'i endi Xudo xolasa bu dunyoda hayot xonadonlari obod, tikka turgan tiriklarimizga, butun yaqinlarimizga, qarindosh urug'larimizga, mana to'y sevar, bayram sevar zamondoshlarimizga, butun Yangabod, bu yog'i Yangabod, u yog'i Shovot, u yog'i Turkman chegara, bu yog'i Qoraqalpoq, Xudo xolasa u yog'i Urganchgacha bo'lgan butun qarindosh urug'larimizni mana spiskasi kelgan hammasini o'qiymiz birin-birin. Ana undan keyin kelin salomni, ta'zimlarni siz qilaverasiz. Yangajon, charchamaysizlarmi? Ko'rpacha choy-poy kerakmi? Bo'lmasa olib chiqib qo'yamiz. Qarib kelsangizlar, choy-poy ichib turasizlar. Hali bugun kechgacha kelin salom bo'ladi, to'y ertaga bo'ladi. Aziz do'stlar, Odilovlar sulolasiga, otalarimizga, momolarimizga, butun doylarimizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Mana Dilshodbek studiyasi bugun yoppasiga xizmatda. Seni kelishing kutgan, quvonchidan ko'z yosh to'kkan, kelin keldiga chiqqan, ta'zimlaring ko'rib xursand bo'layotgan qayin momomizga, qayin bobolarimizga, Tozagul enamizga, Ochilboy doyimizga egilib juftdan ta'zimlarni qilasiz. Rustomboy qayin bobomizga ta'zimlarni, Tozagul qayin momomizga ta'zimlarni qilasizlar. Ta'zimlaringizni ko'rib xursand bo'lsinlar. Tozagul momo to'ylar muborak bo'lsin, navira to'ylari. Mana Rustomboy otamiz, Tozagul enalarimizga egilib juftdan ta'zimlarni qilasiz. Mana shu insonlarni siylasangizlar, mana shu insonlarni hurmat qilsangizlar, uni bo'lsasizlar deyishadi. Qarilarni e'zozlagan, hurmat qilgan bir Xudoni sevgan bandasi bo'lishadi deyishadi. Aziz do'stlar, hammani ham mana uyda mana shunday qariyalarimiz, bobolarimiz, momolarimiz bo'lsin, tani jonlari sog' bo'lsin deymiz. Qizlargul enamizga egilib juftdan ta'zimlarni qilasiz. Yiqqanni uyib tashlagan, bugun qo'shasidan san'atkorlarni olib kelib, mana farzandlarni farz ayyomini o'tkazayotgan qayin otamizga to'ylar muborak bo'lsin, umrbo'y ota. To'ylar muborak bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Boshlangani rost bo'lsin. Xudo xolasa bu yoqdan nabiralarni, oqtiqlarni, chavliqlarni, to'ylarni ham qilish, bosh bo'lish, bor bo'lish nasib qilsin degan payti kisani chuqolab uka sen ham yetirsin deb bir 5 minglikdan qisir-qisirlarimiz bor edi. Bir ko'ngli ochiq insonsiz. Shu insondan pul olsang dedim, boyib ketasan dedi menga. Gurlanga to'yga keltirganimizda aytdi. Shu odamdan pul olsang dedim, boyib ketasan dedi. Dimon pul uchun gap pulda emas. Pulning nechaligida og'a, joning sog' bo'lsin. Tabriklaymiz qaynonajonimiz Zevarjon onamizga, qaynonamiz Zevarjon qaynonamizga to'ylar muborak bo'lsin. Qani Zevar onamiz? Sizmisiz? Tabriklayman. Rahmat momajon, sog' bo'ling. Rahmat. Shu yangi kelin bilan birinchisimi bu ikkinchisimi? Kelinlarni birinchisi. Tabriklayman, sog' bo'ling onajon, joningiz sog' bo'lsin. Qarang shu Zevar opa, shu kelin bilan qaynona kelin bo'lmanglar. Onali qiz bo'linglarda, shu ko'cha-kuyda to'y marakaga borib kelib yuringlar. Shu ko'rganlar, voy menga ham shu Zevarni keliniga o'xshagan kelin nasib qilsin-da desin. Orzu havasli kunlar boshlandi. Xudo xolasa joningiz sog' bo'lsin. Yana bir bora qaynota, qaymomolarimiz egilib juftdan ta'zimlarni qilasiz. Ana endi qarindosh urug'larimizga o'tamiz. Shukurjon enamizga, Omonboy otalarimizga, Baxtiyor otalarimizga, Ziyodaxon enalarimizga, Nasiba oyapalarimizga, Abrorbek doyilarimizga, Bozorgul ammalarimizga, Firuzaxon ammalarimizga, ammani assobrinni, yeddin istaqilib ammalarimizga ta'zim qilmasangizlar, ahvol qiyin bo'ladi. Amma keldi, nima deyishadi? Hamma keldi deyishadi. Hammadan amma yaxshi deyishadi. Ichana girib bir nimani o'ndiradigan ham, qopiga tamma bo'ladigan ham amma bo'lishadi deyishadi. Ammalarimizga to'ylar muborak bo'lsin. Ayrim bir joylarda ammani qopiga tamma deyishar ekan. Bizda unaqa ammalar bo'lmasa kerak. Ammajonlar qani? To'ylar muborak bo'lsin. Ammalarimizga boshqatdan o'qimiz, ammalarimizni ta'zim qilasiz. Baxtiyor otalarimizga, Ziyoda enalarimizga, Nasiba oyapalarimizga, Abrorbek doyilarimizga, Bozorgul ammalarimizga, Addelni yedin istaqilib Firuzaxon ammalarimizga ta'zimlarni qilasiz. Murodboy doyilarimizga, Bozorgul ammalarimizga, mana Jumagul xolalarimizga, Tozagul xolalarimizga, Rustamboy, O'razmat doyilarimizga egilib juftlarini ta'zimlarni qilasiz. Aziz do'stlar, burunduq ota, burunduq ena deyishadi. Mana burunduq ota, burunduq ena shu bizni eldan boshqa, Gurlan elidan boshqa joyda kam uchraydi, to'g'risi. Bu yog'i Yangi bozor Shovotda ham ozgina bor, lekin Gurlanda shu burunduq ota bilan burunduq enaga asobinni boshqacha qaraydi-da.
Burunduq ota bilan Burunduq enani bugungi ayyom bilan, bugungi to'ylar bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Farzandlari mana yana bittaga ko'paydi. Qizi bittaga ko'paydi, o'g'li bittaga ko'paydi. Aslida bu Burunduq ota, Burunduq enani qiladigan ishi, bu narsani tushuntirib beramiz desak, tarixi uzun. Shu farzandlar ota-onasiga ayta olmagan gapini Burunduq ota, Burunduq enaga aytishar ekan. Ko'nglini ochar ekanda. To'ylar muborak bo'lsin. Burunduq otamiz qani? Burunduq otamiz kelsinlar. Gulummatboy otamizga. Burunduq otamiz to'ylar muborak bo'lsin. Burunduq ota. Qani? Kisani chuqalab keltir. Burunduq ota to'ylar muborak bo'lsin, joningiz omon bo'lsin. Shu farzandlarni ham, nabiralarni ham to'ylarida bor bo'lib, bosh bo'lib, qosh bo'lib yuring. Oldin diktorning yoniga keladi, keyin kelinning yoniga boradi. To'ylar muborak bo'lsin. Zulxumor onamizga to'ylar muborak bo'lsin. Burunduq onajonimiz Zulxumor onamizga. Zulxumor onamiz, qani Burunduq onamiz to'ylar muborak bo'lsin. Jamolboy doylarimizga, Gulnoraxon ammalarimizga, Javlonbek, Ra'noxon, Maftuna ukalarimizga, Ibrohim doylarimizga, Yorqinoy ammalarimizga, Xalillo qudalarimiz deyshadi, Quda andachilik ming yilchilik bo'lsin deymiz. Shu bordi keldi munosabat uzilmasin. Xalillo qudalarimizga, Yong'iljon enalarimizga to'ylar muborak bo'lsin qudalarimizga. Shu yildan yilga yetirib nabiralarni ham to'ylarni qilib yurish hammaga ham nasib qilsin deymiz. Xalillo doylarimizga yana bir bora Xalillo doyimiz, Xalillo ko'p ekan. Mana Xalillo doyimizga, Gulbahor xolalarimizga mana ta'zimlarni qilasiz. Gulbahor xolalarimizga, Guljaxon oyapalarimizga, mana Jo'rabek og'alarimizga, Sharofat chechalarimizga, Bekimmat doylarimizga, Dildoraxon oyapalarimizga, Shuhratboy doylarimizga, Jamolboy og'alarimizga ta'zimlarni qilasiz. Alloh rozi bo'lsin mehr-oqibatdan. Seni kelishing kutgan, bugun quvonchidan ko'z yoshlarni to'kkan, seni quvonib kutib olayotgan butun mana shu qarindosh urug'larimiz bugun davramizda kelin salomlaringni, ta'zimlaring ko'ri deb xursand bo'lishayotgan mana Yulduzxon chichalarimiz bor. Quvonchbek jiyanlarimizga, Azimboy og'alarimizga, Sardorboy og'alarimizga, Nasibaxon chichalarimizga, mana Naziraxon oyapalarimizga, Barnoxon chichalarimizga ta'zimlarni qilasiz. Rajabboy akalarimizga, Zulfiyaxon xolarimizga ta'zimlarni qilasiz. Komiljon, Komilaxon singillarimizga, Madinaxon singillarimizga, Elmiraxon, Xursandbek doylarimizga, mana Qurbonboy doylarimizga, Umidaxon chichalarimizga, Bahromboy, Azizaxon ukalarimizga, singillarimizga, jiyanlarimizga ta'zimlarni qilasiz. Chiqqan kuni xaridor oppoq libos egnida ko'z yosh to'kib beozor ota-ona bag'ridan Faloxmonning toshidek otiladi qiz bola, farishtaning narxida sotiladi deyshadi qiz bola deganda mana bugun yangi uyga kelyapsiz, yangi qarindoshlar topyapsiz. Butun qo'ni qo'shnilarimiz sizni kelin salomlaringizni ko'rib, ta'zimlaringizni ko'rib xursand bo'lsin deymiz. Mana shu xursandchilikda biz bilan birga xursand bo'layotgan doylarimiz bor, chichalarimiz bor. Quronboy doylarimizga, Umidaxon chichalarimizga, Bahromboy, Azizaxon singillarimizga Juma ta'zimlarni qilasiz. Mana Jumamurod doylarimizga, Zaynabxon chichalarimizga, Navruzbek, Otaboy singillarimizga, Dastonboy singillarimizga, Dastonbek ukalarimiz, Dastonbek ukalarimizga ta'zimlarni qilasiz. Husniddin o'g'alarimizga, Nasibaxon chichalarimizga, Nazimaxon, Jahongir ukalarimizga ta'zimlarni qilasiz. Aziz do'stlar, ta'zimlarni qiling. Ta'zimda gap ko'p yangi. Ta'zim qiling, ushbu ta'zimda gap ko'p. Ta'zimingizni ko'rib bugun sevinsinlar qarindosh urug'lar, sevinsinlar yosh u qarilar. Aziz do'stlar, ta'zim qilsa, mana shunday to'yda ta'zim qilsin. Siylasa, mana shunday kelin salomda siylasin deyshadi kelinni. Kelinni epli kelin kerakmi, sepli kelin kerakmi deganda, yo'q, epli kelin kerak degan momolarimizga ta'zimlarni qilasiz aziz do'stlar. Hamroboy akalarimizga, Yulduzxon chichalarimizga, Tozagul, Islomboy, Ruxshonaxon ukalarimizga, singillarimizga, Adamboy akalarimizga, Orzugul chichalarimizga, Sanjarbek og'alarimizga, Guldonoy chichalarimizga, Gulzodaxon opalarimizga, Ikromboy akalarimizga, Olimboy otalarimizga, Alibek akalarimizga, Aminboy, Aminaxon opalarimizga, Aminboy otalarimizga, doylarimizga, Halimaxon opalarimizga, Sobirboy doylarimizga, Jamilaxon opalarimizga,
Jamol og'alarimizga, Shonazar doyilarimizga, Dinoraxon singillarimizga, Sevara oyapalarimizga yig'ilib juftdan ta'zimlarni qilasiz kelinchak. Tingla kelin ta'zimingdan tinglagin. Shunday xonadonga, shunday oilaga, shunday baxtli sulolaga kelin bo'lyapsan, eng baxtli kelinlardan biri bo'lgin. Aziz do'stlar, yana bir bora bugungi ayyom, bugungi to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Bugun mana Dilshodbek studiyasi xizmatda bugun kechki bazmda ustozimiz, do'stimiz Oybek Yoqubov bir guruh san'atkorlar bilan birgalikda xizmatda bo'lishadi. Maryamxon chichalarimizga, O'skimboy akalarimizga, Roziyaxon chichalarimizga, Azimboy og'alarimizga, Guloraxon chichalarimizga, Mirzobek og'alarimizga, Rashid og'alarimizga, Tajigul enalarimizga, Zohidjon og'alarimizga, Inobat chichalarimizga, Botirboy og'alarimizga, jiyanlar deyishgan mana jiyanlarga, Layloxon, Loborxon, Azizaxon, Ziyodaxon, mana Shahrizodaxonlarga, Asadbekka, mana Adamboylarga, Rahmatulloh bek akalarimizga, ukalarimizga, butun jakka jukki jiyanlarga, hamma o'g'il qizlarga yig'ilib juftdan ta'zimni qilasiz. 9 oy 9 kundan keyin tug'iladigan o'zingizniki ham mana kuyov bolamiz. Kuyov bolamizning ismlari kim edi? Jasurboyni ham o'ziniki hozirdan ta'zim qilib qo'yavering, diskni ko'rib, ongi chiqqanda opasidan xursand bo'lib o'tiradi, menga ham ta'zim qilgan ekansiz deb. Jasurboy do'stimiz, tabriklaymiz, joni zamon bo'lsin, qo'shqaningiz bilan qo'sha qaring. Xudo xolasa shu farzandlar bo'lganda ham birgalikda kelib, shu farzand bilan tabriklab, shu nima deydi, endi mikrofonda aytiladigan gap emas, kelib kelsangiz qulog'ingizga aytaman. To'ylar muborak bo'lsin, mayli aziz do'stlar. Butun qarindoshlarimizda hozir birinchi bet tamom bo'ldim, ikkinchi betni bilmay qoldim to'g'risi. Tamom bo'lganini beklaymiz, ikkinchisini ochamiz. Xudo xolasa hali 4 betimiz bor. Gulummat akalarimizga, Zulxumorxon xolalarimizga, Jamshidboy ukalarimizga, Baxtiyor, Baxtigul opalarimizga, Izzatbek og'alarimizga, Maxinur singillarimizga, Sohibaxon, Sobirjon ukalarimizga, mana Gulcheraxon opalarimizga, Maqsudaxon, Maqsudbek og'alarimizga, Lazizbek ukalarimizga, Mohiraxon ukalarimizga, Sanjarboy kuyov bolalarimizga, kuyovni payg'ambar siylagan deyshadi. Sanjarboy kuyov bolamizga ta'zimlarni qilasiz aziz do'stlar. Butun qarindosh urug'larga, Mohiraxon ukalarimizga ta'zimlarni qilasiz. Doyilar deyshadi. Doyi keldi, nima deyshadi? Doyida ko'p gap bor deyshadi. Chunki doyi jiyan bu ora rishta buzilmasin, uzilmasin. Jiyan doyiga o'xshaydi. Yigit doyiga o'xshaydi deyshadi. Tabriklaymiz doyilarni, to'ylar muborak bo'lsin. Erkinboy doyimizga, Maqsudboy, Erkinboy doyimizga, Maqsudaxon chichalarimizga ta'zimlarni qilasiz. Bahodir doyilarimizga, doyilar bormi? Dilafruz chichalarimizga, Madadboy doyilarimizga, Bahoroy chichalarimizga, Gulummat doyilarimizga, Muhabbat chichalarimizga, Muhabbat xolalarimizga, Munavvar xolalarimizga ta'zimlarni, Sanobar xolalarimizga, Rustamboy doyilarimizga, Davronboy doyilarimizga, Zafarbek doyilarimizga, Muhabbat Mahbuba xolalarimizga, Mahumjon xolalarimizga ta'zimlarni qilasiz. Aziz do'stlar, hali doyilarimiz ko'p ekan. Mana Qahramonboy doyimizga, Barnoxon chichalarimizga, Sherimmat doyilarimizga, Marhaboxon chichalarimizga, Jasurboy doyimizga, Oygulxon xolalarimizga, Zarifboy doyilarimizga, Sanobar chichalarimizga, O'rinboy doyilarimizga, Yanguljon chichalarimizga ta'zimlarni qilasiz aziz do'stlar. Qo'shnilarga keldik. Qo'shnilarga ham yaxshilab ta'zim qilasiz. Sog' bo'ling doyilar. Qo'shnilar, bojalar hammasi bir yozilgan ekan. Uzoqdagi yaqiningdan yaqiningdagi qo'shning yaxshi deyshadi. Bir non yo'qib qolsa qo'shninikka borasan. Bir non berib turing, ertaga beraman. Qo'shnilarning joni sog' bo'lsin. Bahramboy qo'shnilarimizga, Zulxumor qo'shnilarimizga, Ro'zimboy qo'shnilarimizga, Muborak qo'shnilarimizga, Xolbika opalarimizga, Bekzodboy qo'shnilarimizga, Zarifboy, Sayyoraxon qo'shnilarimizga, Bahodir, Rohilaxon qo'shnilarimizga, Olimboy akalarimizga, Sayyoraxon opalarimizga, Qahramon, Safargul, Ulug'bek,
Shoiraxon qo'shnilarimizga, O'ktamboy, Shohidaxon opalarimizga, qo'shnilarga, butun qarindosh urug'larga egilib juftan ta'zimlarni qilasiz aziz do'stlar. Endi bu reklama huquqini o'qib turibman, hali ko'p ekan. Kelin salom. Xudo xolasa she'r hammasi kechki bazmda bo'ladi. Kuyov yigitlar banketga nima qilyapti-da? Erkinboy akamizga, Xotichaxon otamiz, Xotichaxon enamizga, Botirboy akalarimizga, Nafisaxon opalarimizga, Quvondiq, Umidaxon opalarimizga, Rajabboy akalarimizga, Haytgul opalarimizga egilib juftan ta'zimlarni qilasiz. Mana Tozavoy akamiz qudalari deb yozgan. Tozavoy akamizga qudachilik, ming yilchilik bo'lsin, bordi keldirishdagi ko'z tegmasin, mehr oqibatdan Alloh rozi bo'lsin. Farzandlarni ham to'ylarda quda anda bo'lib, bordi keldi qilib yurish nasib qilsin. Tozagul quda momomizga to'ylar muborak bo'lsin. Ana endi assobini joyiga keldik. Bu qaynota qurdoshlari. Tabriklaymiz qurdoshlarni, sinfdoshlarni, quroldoshlarni, ziyofatdoshlarni, dollardoshlarni, yana butun doshlarni tabriklaymiz. Qaynotamizni qurdoshlariga Davronboy akamizni, Jumagulxon opalamizga, Olimboy, Sanobar opalarimizga, Xudoyor Barnoxon opalarimizga, Bahromboy, Ra'noxon, Barnoxon opalarimizga, Otabek, Erkinoy opalarimizga, Ruslonbek akamizga, Mehribon opamizga, Misha aka deb yozibdi. Misha akamizga, Malik opamizga umr yo'ldoshlari Malik opamiz, Misha akamizga to'ylar muborak bo'lsin, yoshulli. Xudo xolasa farzandlarni ham to'ylarida mana bekamu ko'z mana shu xizmatlar chandon ziyodasi ila qaytsin deymiz aziz do'stlar. Yana bir bora bugungi ayyom muborak bo'lsin. Yangi elu yurtingizga, yangi qo'ni qo'shnilaringizga, mana qo'shnilarni ham kelinlari xursand bo'lyapti. Yana bitta g'iybatchi chiqqan topildi deb. Bunday g'iybatchi chiqqan bo'lmanglar, Xudo xolasa yaxshi chiqqan bo'linglar. Shu mehr oqibatdan hech kim sizlarni buza olmasin, sizlarga ko'z tegmasin deymiz. Yangi el yurtimizda Yangobod eliga, butun Yangobod elni mahalla fuqarolar yig'ini raisiga egilib juftan ta'zimlarni qilasiz aziz do'stlar. Mana O'zbekiston Respublikasini prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ham egilib juftan ta'zimlarni qilib qo'yinglar aziz do'stlar. Butun qarindosh urug'larimizga, yangi el yurtingizga, yangi ostonangizga egilib juftan yana bir bora ta'zim qilasiz. Qaynotamizni jo'rasi Mansurboy akamizga, Furqatboy akalarimizga egilib juftan ta'zimlarni qilasiz aziz do'stlar. Kuyov jo'ralar deyishgan mana Gulnal opamizga, mana Gulnal opamizga yana bir bor egilib juftan ta'zim qilib qo'ying. Hech kim xafa bo'lmasin. Kuyov jo'ralar oxiri deyishgan. Kuyov jo'ralarni oxiriga yozibdi. Yunusboy do'stimiz qani? Yunusboy. Keling. Yunusboy aytadi hammasini deb yozib qo'yibdi bu yerga. To'ylar muborak bo'lsin Yunusboy. Salomat bo'ling. Sizlarni ham mana shunday kunlarga yetkazsin. Alloh rozi bo'lsin mehr oqibatdan, xizmatdan. Butun do'stlar kelsin. Kuyov bolamizni Jasurbekni sinfdoshlari, bog'chadoshlari, kursdoshlari, partadoshlari, hamma doshlari kelsin. Shu Yangobod elini butun Jasurbek meni do'stim bo'ladi. Jasurbek meni o'rtog'im bo'ladi. Jasurbek meni ziyofatdoshim bo'ladi, dollardoshim bo'ladi, qo'shnim bo'ladi. Hamma jo'ralariga egilib juftan ta'zimlarni qilamiz. Yana bir bora Alloh rozi bo'lsin mehr oqibatdan aziz do'stlar. Ana endi Xudo xolasa Rashidboy do'stlariga endi To'lg'anoymi, To'mami bilmayman, To'lg'anoy deb aytib ketdi. To'lg'anoy opamizga egilib juftan ta'zimlarni qilasiz aziz do'stlar. Bugun Xudo xolasa 18 dan 57,5 minut o'tganda Humo to'yxonasida ko'rishamiz. Bugungi kelin salomimiz, bugungi ayyomimiz bu Xudo xolasa kechki bazmda to'yxonada qolganini davom qildiramiz. Hozir otamizdan chiroyli bir Fotihani olamizda kelin bolamizni go'shangiga kuzatamiz. Keling ota, bir chiroyli duo qiling. Pete. Chiqib turibdi mana. Ayting. Amin. Xudoyim o'lsam, umr jiyanim bilan Xudoyim keldi shurbaga oyday ullari bor, umrim bilan ziyofatlarni alayım, ota enasi bari sog'ay, salomat bo'lg'ay. Har bir soat rahmat. Keling, otamizdan duolarni olamiz.
kayınbabamız bo'lsa kerak. Marhamat. Yoddan chiqqan deb aytayapsiz. Kelimiz baxti saodatli bo'lsin. Qo'shiqlar bo'lsin. Hammani kunda shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Rahmat aytganingiz kelsin. Aziz do'stlar, yangalarimiz, kelinlarimiz, butun qarindosh urug'larimiz yoddan chiqqan, mana shu qog'ozga yozilmay qolgan spiskani ko'ringlar. Xudo xolasa disk chiqqandan keyin hammasini ko'rasizlar, hammani aytdim. Yoddan chiqqan, yozilmay qolgan, men aytilmadim deganlarni hammasini o'pdim juftdan ta'zim. Menga shart emas. Kechki bazmga ustozimiz O'tkir Fayz keladi, o'shanga ta'zim qilib qo'ying, men yetkazib qo'yaman. Aziz do'stlar, to'ylar muborak bo'lsin. Dilshodbek studiyasiga ham ta'zim. Power bo'larimizga, oshpaz akalarimizga, samovarchi, qassob, non yapar, qatlama patir yapar opalarimizga, bahonada qimmat ko'ylak kiyaman deb tandirga kirib 3 kundan beri non yopib yotgan opalarimizga ta'zim qilasizlar, aziz do'stlar. Xudo xolasa kechqurun 18:56:00 da Humo to'yxonasida ko'rishamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Yana bir bora yangamizni, kelin bolamiz bilan birgalikda go'shangamizda yangi oilamizda kuzatib qolamiz. Marhamat. Suv sepilgan shox spalar, suv sepilgan shox spalar, ajay beringlar gelin geldi, yol beringlar gelin geldi, tar açılgan gül gonçalar, jay beringlar gelin geldi, yol beringlar gelin geldi, geldi gelin kadam basıp, geldi gelin kadam basıp, gi oturege münasip, gi oturege münasip, dostlar salın çihra açıp, jay beringlar gelin geldi. Yol beringler gelin geldi, geldi geldi geldi, çay beringler gelin geldi, geldi geldi geldi, yol beringler gelin geldi. Jaku, 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 hey jaku. Hava şu bir yatağın etmediği törle bağlı. Beste törle. Şirin. Çedana oldu bu. Tamam, şundan başlayalım mı? Tez kalın, tez. Sabır ki o sözünü ki öyle. Vatan kılma. Niye raktı mı? Niye raktı ki? Sen hoş var oğlum bilmezsek Hadi topla. ölmüyor. Oturun. Bakmayın doğru. Hadi oturun. Hoş oğlum. Hadi oturun. Oturun ya. Ama yine oturun. Kalk da Sabır diyor sizin kürü işte. Sabır diyor sizin diyor. oturun. Hadi bakalım. Oğlan ne kapıyor? Ha yaxşı. Kim girdi böyle? Al lan. Al. Al. Yesinler. Ulullet. Gepler mi otursunlar? Neydir? Ene? Allah bir öp bakalım. 6 euro kaldı. Bir öp. Nandan ye. Nan yedi, bize bir öp bakalım. Geldim yok ay. Allah bir. Bir öp. Şurada yaman bakalım mesela. Bir öp koy o nanı yüreğine. Yemesek falan sümüden. Yemesek. Onu uzat yine. Bitti. Kevdikleri bir başta. Bakın yapsak sen. Kevdiklerin yanına gitsen yapsak sen. Toktatlar mı yetmez? Tamam. Şey için kilometre. Şu kızı yatırma. Bir hafta çok kızı. Atam yanına. Atam yanına. Atam yanına. Pireli bir çapak edip tutuşmuş. Jova var ama Al Kerim var. Hayır. Buradan ekledim. 5 tane, 9 tane sana ekledim. Buradan kum kalma. Hava. Arka ayağından çiş. Hadi geçen hafta. Yengeleri merhaba bana çıkarıp versen 10 metre tezim. Taval ver sana.
10 marta emas, bo'ldi degancha. Yo'q. Ya 10 bo'ladi. Sizlar chiqasanızlar uzatcha deymiz. Anaka. Yo'q, bir nima deydi bu? Arabani qilib Al. Hozir 5 marta bo'ladi. Arkasını kalsın. Ey güzel kuzlarımız. Qarab ko'r, o'zi qarab ko'r. Yenge tovar. Yana to'g'ri. Ya ey boshqa narsa ekan, u nos tegizami? Yana bu paloqi, mana yenge tovar aytib. O'z kerak bo'ladi. Tamam. Bo'ldimi? Bo'ldimi? O'ta o'zi aytadi, indamay o'zi aytadi. Sen balalar, o sizlar turib. Nima, qistonma turibmi? Söylürmey turib. Markasını qarang. Lapar, safılmam. To'ding o'sa? Tamam edi, aytgandan to'g'rimi yo'q? Miyasidan to'g'ri qo'yib. Ya to'xtab tur da balalar. Qarasana, o bezos necha bilganlar? Boshitmiş işte o'zi. Akşörme, qo'lma qattiq tegadi o. Shunda bo'ladi. Ey 10 marta lazım. 10 marta qala 10 marta bo'ldi. 6 bo'ldi, 7 bo'ldi. Bo'ldi. Sog' bo'l. Sog' bo'linglar. Sog' ki. O bala bir hurmatiniz o'da sizlardan. Uchun aytaman sizlarga. Papa yeturdi. Qo'lingdan Ya, ayr aytsan ayr berib. Balalar videolar bor. Bundan deydi. Endi ko'ring-a. Mana qarindoshlar. Nega balalar? Yana bala to'g'ri. Yo'lga kelma, yo'lga. Qashiga tashing. Modalim, lazım bo'lma kerak. Ko'shini kiydiring. Qanday yaxshi kerak. Ana. O'zlaringizlar qarab o'tiring. O'ting, sahiba.
men borman. Shirin so'zlaringga doimo xunorman. Tunlarim ichra hijronda yongan, qani o'sha go'zal oqshomlar, qayerda ular yuragim ayt. Orzu ichra tongan ozoringman, beg'uborim yuragimda borsan, so'zlaringga doim ozoringman. Yolg'izim orzu ichra tongan ozoringman, beg'uborim yuragimda borsan, so'zlaringga doim ozoringman. Yolg'izim